O'zi umuman viza chiqish jarayoni davlatga qarab oson, qiyin degan tushuncha yo'q. Ya'ni Yaponiyaga viza tayyorlash jarayoni oson bo'lsa, ko'proq chiqish ehtimoli bo'lgan taqdirda ham, lekin baribir hujjatga borib taqaladi. Amerikaga menimcha eng qiyini Amerikaga chiqishi bo'lsa kerak, keyingi o'rinda Schengen turadi, osonrog'i Yaponiyaga. Lekin baribir hammasi hujjatga borib taqaladi. Ya'ni hujjatingizda yolg'on aralashmagan bo'lsa, ya'ni kerakli summa bo'lsa, mablag'ingizda, akkauntingizda, bank akkauntingizda, keyin viza aylamingiz joyida bo'lsa va albatta asosiysi bilasiz, Gobuzdan olinadi sizni ish haqingizdagi ma'lumot. Ular yaxshi bo'lsa, unda sizda muammo bo'lmaydi. Yana shunaqa vaziyat ham bo'lishi mumkin. Elchixonaga suhbatga kirganda, suhbatga tayyor bo'lmasangiz ham, intervyuga tayyor bo'lmasangiz, bu ham asosiy sabablardan biri bo'lishi mumkin, ya'ni siz viza olmasligingiz. Chunki o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni o'zingiz bilishingiz kerak. Savol-javobda shu ma'lumotni yetkaza olishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun albatta agar siz qo'rqsangiz, ya'ni men hech qachon elchixonaga kirmaganman suhbatga desangiz, ozgina tayyorlanib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizga viza olishda kim yordam berayotgan bo'lsa, ular bilan, ya'ni intervyu jarayoniga tayyorlanib olsangiz ham o'sha ham plyusga ishlaydi.